Tepki bepushtlikka olib keladimi? Tepki bu kasalligi meditsin tilida epidemik parotit deyiladi. Bu havo tomchi orqali yuqadi. Bu virus organizmga tushgandan keyin so'lak jag' osti bezlarini zararlaydi. Bu kasallik ko'pincha erkaklarda uchraydi. Ayollarga nisbatan 1,5 barobar ko'p uchraydi. Erkaklarda o'zini asoratini berib, ya'ni tuxum ortig'i zararlaydi. Yaxshi davolanmasa asorat bilan ketishi mumkin bu kasallik. Bu joyda zararlagandan keyin erkak kishida tuxumlarida spermatozoidlar ishlab chiqarilmaydi. Bu kasallikni o'z vaqtida albatta davolash kerak bo'ladi. Ya'ni infeksionist va urolog, androlog bilan birga davolagan yaxshi deb o'ylayman. Bu kasallikda o'z-o'zidan savol kelib chiqadi. Men yoshligimda tepki bo'lganman. Endi nima bo'ladi? Davolasa bo'ladimi? Va urug'im faoliyati 0 chiqqan. Ko'pincha menga kelishadi, yoshligida so'rasam, tepki o'tkazganman, urug'ini tekshirsangiz 0, ya'ni azospermiya. Bu holatda, ya'ni achinarli holatlardan biri hisoblanadi. Bunda ya'ni chuqur tekshiruvlar olib boriladi. Ya'ni azospermiyani qaysi turiga, ya'ni qay darajada zararlagan, ya'ni obstruktivniy besplodiya, neobstruktivniy besplodiya degan ya'ni bepushtlik bor. Shuni qaysi biriga turiga kiradi va bu yog'iga tekshiruvlarni asoslangan holatda sizga davolashni qaysi taktikasi aniqlanadi, shunga qarab belgilanadi. O'g'il farzandi borlarga bu maslahatimni yuborib qo'yasizlar.